Salarishni 200lik sunasos so'ragan mijozlarimiz uchun bugungi obzorimizda salalkali sunasos haqida gaplashamiz akalar. Shu videoyimizga like bosib, kanalimizga hozir obuna bo'lish tugmasini bosib, 25-avgustgacha do'konimizdan kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, chegirmalarni qilib beramiz. Dastavka xizmatlari ham butun O'zbekiston bo'ylab kelishgan holatda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq obzorlari bilan, narxlari bilan sizlar uchun yoritib beramiz. Xo'p, ko'rib turgan nasoslar akalar 11-15 motorlar bilan jihozlangan Anjaniski salalkali su motor hisoblanadi. Ko'rishlar mumkin mana. Xo'p, 180 kilolik modelidan, buni 165, 145 kilolik modellari ham bor. Bu eng katta 180 kilolik modelidan bo'ladi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 20 ta, 22 ta ot kuchi hisoblanadi. Bu motorimiz akalar. Suv orqali axlajini o'zini sovutadi. Suv petda aylanib turishni hisobiga o'zini sovutish xususiyatiga ega. To'ki yo'q joylar uchun, yerda o'rtasiga 20-30 gektar yer bor akalarimiz uchun 200 talik nasosimiz eng qo'l keladigan nasosimiz bo'ladi. Soatiga akalar bu kirchatka bilan 450-500 tonnagacha shu katta motori bilan suv tashib berish uchun mo'ljallangan. Bular shu katta motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, kirchatkalari 200li variantda eng katta mana 8 ta kirchatkali variantidan bo'ladi. Kirchatkalari ham chugulli, temirli bo'lmaydi, chugulli bo'ladi akalar. Zavodskoy Xitoy mahsuloti, remon orqali ishlaydi. Mana pompamizni, kirchatkamizni ma'lumotlari 9 metr podyon pastlikdan tikka podyon bo'ladigan bo'lsa 12 metrgacha itarib beradi. Yoqtiq podyon bo'ladigan bo'lsa bemalol 500-600 kilometrgacha itarib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi akalar. Xo'p, oldingi nasoslarimizda bunaqa rama qo'yilmagan edi. Oddiy balon yo'q rama bo'lgan edi. Hozir sizlarga tayyor balonlari bilan chiqarib berganmiz ramani akalar. Bemalol pritsep yoki mashinaga ulab ham mana palis orqali tortib ketsanglar ham bo'laveradi. Ya'ni yerda o'rtasida bo'ladigan bo'lsa ham bir kishi bir tomondan ko'tarib sudrasa ham bo'laveradi. Agar sizlar nasosni, masalan, mana pompasi bilan balonsiz oladigan bo'lsangiz, bunga 7-8 kishi ko'tarish kerak bo'ladi. Bunda bitta odam bemalol ko'tarib ham yetalasa ham bo'laveradi, mashinaga yetalasa ham bo'laveradi. Komplektida o'zini, xo'p, klapani, xo'p, hamda ключ, qo'shimcha filtrlari komplekt qo'shib beriladi. So'ruvchilar, chiqaruvchilar alohida olsalar ham bo'laveradi. Xohlasanglar ham tomondan ruchni aylantirasizlar. Xohlasanglar bunga akkumulyator qo'yadigan bo'lsangiz, statorlar tayyor o'ziga qo'yilgan hisobiga, xo'p, statorga ham yurg'izsalar ham bo'laveradi. Salalka sarfi soatiga 800 grammdan 1 litrgacha salalka rasxod qilib berish uchun mo'ljallangan. Nasosimizga 1 yil garantiyasi bor. Nagurska holatda 800 grammdan 1 litrgacha rasxod qilib beradi. Xo'p, bemalol to'liq ma'lumotini pastki raqamlarga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Komplekt ko'rib turgan nasoslarning narxi, ramalari, klapan, ключlari bilan 850 dollarga chiqadi. Dastavkalar kelishgan holatda butun O'zbekiston bo'ylab qilib bera olamiz. Ramalari ham bunaqa prostoy, oddiy ramadan emas, qalin ramalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bemalol pastga yozilgan raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar, to'liq ma'lumotlarni olishlar mumkin. Dastavka xizmatlarini kelishgan holatda qilib beramiz. Shunaqa nasos axtargan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. O'ziqlari masliniy hisoblanadi. Bunga avtor qo'yib bersizlar akalar. Tashqaridan kirgancha shunda qolishni hisobiga sizlarga uzoq xizmat qilib beradi. Motor aytganimda 11-15 katta motor bo'ladi. Aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar.